1924-yildan 25-yillar oralig'ida bo'lib tashla va hukmronlik qil shiori ostida milliy hududiy chegaralanish o'tkazildi. Natijada asrlar davomida davlatchilik an'analariga ega bo'lgan xonlik va amirliklar tugatilib, milliy respublikalar tashkil etildi. Mana shu 3 ta katta xonlik hozirgi kunga kelib 5 ta boshqa davlatlarga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonga bo'lib tashlandi. Ularning maqsadi mahalliy xalqlarni yagona Turkiston g'oyasi atrofida birlashishga yo'l qo'ymaslik va markaziy hokimiyatga bo'ysundirishni osonlashtirish edi. 1924-yildagi milliy hududiy chegaralanish Markaziy Osiyo xalqlari uchun shunchaki ma'muriy o'zgarish emas, balki kelajakdagi 100 yillik zaminga qo'yilgan sekin ta'sir etuvchi mina edi. Bu siyosatning oqibatlarini bugungi kunda har qadamda his qilib turibmiz.